Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, agar siz nogironlik pensiyasi, nafaqa, tibbiy mehnat ekspertizasi, reabilitatsiya vositalari yoki ijtimoiy yordam masalalariga duch kelgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Bugun men nogironlik bo'yicha to'lovlar, tartiblar va islohotlar oddiy odam hayotiga qanday ta'sir qilishi haqida gapiraman. Ayniqsa 5 million so'mdan 6 million so'mgacha degan raqamlar atrofida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Kimga tegishli? Qanday hisoblanadi? Hamma oladimi? Qayerga murojaat qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni o'ziga tegishli yordamdan mahrum qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda murakkab qonun va qarorlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Men avvalo eng muhim narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Nogironlik bo'yicha yordam deganda faqat bitta pul to'lovi tushunilmaydi. Bu pensiya bo'lishi mumkin, nafaqa bo'lishi mumkin, parvarish puli bo'lishi mumkin, dori-darmon, protez ortopediya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, soliq imtiyozi, ish joyidagi yengillik yoki uy-joy, ta'lim, transport bilan bog'liq qo'llab-quvvatlash bo'lishi mumkin. Oldin ko'p odamlar nogironlik masalasini faqat guruh berildimi yoki yo'qmi degan savol bilan cheklab qo'yishardi. Masalan, odam kasal bo'lib qoldi, ishlash qobiliyati kamaydi, u poliklinikaga bordi, hujjat yig'di, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan o'tdi. Keyin unga 1 guruh, 2 guruh yoki 3 guruh nogironlik belgilanardi. Shundan keyin odamning asosiy savoli qancha pul tushadi bo'lardi. Lekin tizim asta-sekin faqat tashxisga emas, insonning real ehtiyojiga qarab yordam berish tomonga o'tyapti. Ya'ni odamning kasalligi borligi bir masala, lekin uning mustaqil harakatlana olishi, ishlay olishi, o'zini o'zi parvarish qilishi, oilasiga yuk tushayotgani, reabilitatsiyaga muhtojligi alohida baholanadi. Bugun islohotlarning mazmuni shundan iboratki, nogironligi bo'lgan shaxs faqat passiv nafaqa oluvchi sifatida emas, balki jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida ko'rilishi kerak. Bu juda muhim o'zgarish. Chunki ko'p yillar davomida odamlar nogironlik olsam, tamom, endi uyda o'tiraman degan fikrga o'rganib qolgan. Aslida esa to'g'ri tizim odamga davolanish, mos ish topish, kasb o'rganish, moslashtirilgan muhitda yashash, transportdan foydalanish va oilasiga ortiqcha og'irlik tushirmaslik imkoni berish kerak. Endi 1 milliondan 6 million so'mgacha degan masalaga kelamiz. Bunday raqamlar odatda bir martalik yordamlar. Ayrim kompensatsiyalar, oilaning daromad mezoni, mehnatga layoqatsizlik bilan bog'liq hisob-kitoblar yoki ma'lum toifadagi shaxslarga beriladigan to'lovlar bo'yicha muhokama qilinadi. Men bu yerda eng muhim prinsipni tushuntiraman. Bunday summani eshitgan zahoti, demak, hamma nogironligi bor odam 6 million olarkan deb xulosa qilish noto'g'ri. Har bir to'lovning manbai, sharti, muddati va toifasi bor. Kimdir har oy pensiya oladi, kimdir ijtimoiy nafaqa oladi, kimdir qo'shimcha yordam olishi mumkin, kimdir esa faqat maxsus holatda bir martalik kompensatsiyaga ega bo'ladi. Asosiy qism 1. Kim bilishi kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, men amaliy tomondan tushuntiraman. Birinchi navbatda nogironligi bo'lgan shaxsning oilasi quyidagi narsalarni aniq bilishi kerak. Nogironlik guruhi qaysi, muddati qancha, pensiya yoki nafaqa qaysi asosida tayinlangan, mehnat staji hisobga olinganmi? Bank kartasiga tushyaptimi, qo'shimcha imtiyozlardan foydalanilyaptimi, reabilitatsiya dasturi rasmiylashtirilganmi? Masalan, 28 yoshli erkak 3 yil ishlagan, keyin insult bo'lgan va 2 guruh nogironlik belgilangan. Bunday odam bilan 22 yoshli, hech qachon ishlamagan, bolalikdan nogironligi bo'lgan yigitning to'lovi bir xil bo'lmasligi mumkin. Chunki birinchisida mehnat staji, avvalgi ish haqi, pensiya hisoblash bazasi muhim bo'ladi. Ikkinchisida esa ijtimoiy nafaqa yoki bolalikdan nogironlik bo'yicha alohida tartiblar qo'llanishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim shuncha olyapti, men nega kam olyapman degan savolga javob ko'pincha hujjatlar va asoslarda yotadi. Ikkinchi misol. Bir guruh nogironligi bo'lgan ayol mustaqil yura olmaydi, doimiy parvarishga muhtoj. Unga faqat nogironlik to'lovi emas, balki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha yordamlar ham tegishli bo'lishi mumkin. Lekin oilasi buni bilmasa, ular yillar davomida faqat asosiy to'lovni olib yuradi. Men amaliyotda bunday holatlarni ko'p ko'raman. Odamning huquqi bor, lekin ariza yozilmagan, tibbiy xulosa to'liq emas. Mahalla yoki ijtimoiy xizmat organiga murojaat qilinmagan. Natijada davlat ko'zda tutgan yordam odamgacha yetib bormaydi. Uchinchi misol. 3 guruh nogironligi bo'lgan 35 yoshli erkak ishlayoladi. Lekin avvalgidek og'ir jismoniy mehnat qila olmaydi.
u agar ishga kirsam nogironligimni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Bu juda keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha. Nogironlik avtomatik ravishda bekor qilinmaydi. Chunki odam ishga kirgani uning sog'ayib ketganini anglatmaydi. Lekin qayta ko'rikda mehnat qobiliyati, sog'liq holati, funksional imkoniyatlari baholanadi. Agar odam mos ishda ishlayotgan bo'lsa, bu aksincha ijobiy holat. Davlatning maqsadi odamni uyda qoldirish emas, imkon qadar jamiyatga qaytarish. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo hujjatlari muddati tugayotganlar. Nogironlik ko'pincha ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuborsangiz, to'lovlar to'xtab qolishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun vaqt, asab, hujjat, navbat kerak bo'ladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Guvohnomadagi muddatni tekshiring. Qayta ko'rik sanasidan kamida 1-2 oy oldin poliklinikaga boring. Ikkinchi xavotir guruhi, rasmiy daromadi o'zgargan oilalar. Ba'zi yordamlar oilaning daromadiga. Ijtimoiy himoya reyestridagi holatiga yoki kambag'allik mezonlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar oilada kimdir ishga kirsa, daromad oshsa yoki aksincha ishsiz qolsa, bu ayrim turdagi yordamga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu degani darhol hamma to'lovlar bekor bo'ladi degani emas. Nogironlik pensiyasi va nafaqasi bilan manzilli ijtimoiy yordamni aralashtirib yubormaslik kerak. Uchinchi xavotir guruhi. Norasmiy yo'l bilan hujjat qilib beramiz deydiganlarga ishonayotganlar. Men ochiq aytaman. Nogironlik masalasida vositachiga pul berish eng xavfli yo'l. Birinchidan siz aldangan bo'lishingiz mumkin. Ikkinchidan, soxta hujjat keyinchalik aniqlansa, to'lovlar qaytarilishi, javobgarlik kelib chiqishi, haqiqiy ehtiyoji bor odamning ish ham shubha ostida qolishi mumkin. Hamma narsa qonuniy tibbiy hujjat va real holat asosida bo'lishi kerak. Kim xavotir olmasligi kerak? Hujjatlar to'liq, nogironlik muddati amalda, to'lovlari muntazam tushayotgan. Qayta ko'rik sanasini biladigan, reabilitatsiya dasturi bor odamlar vahimaga tushmasligi kerak. Islohotlar degani ertaga hammaning puli kesiladi degani emas. Aksincha, maqsad tartibni aniqroq qilish, haqiqatda muhtoj odamlarni ko'proq qamrab olish, yordam turini kengaytirish. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Nogironlik guruhi bilan kasallik nomi bir xil narsa emas. Ikki odamda bir xil tashxis bo'lishi mumkin. Lekin biri 2 guruh, boshqasi 3 guruh bo'lishi mumkin. Nega? Chunki baholashda kasallikning og'irligi, asorati, harakatlanish, o'zini parvarish qilish, muloqot, mehnat qobiliyati, davolanish natijasi, doimiy yordamga ehtiyoj kabi omillar ko'riladi. Shuning uchun menda ham shu kasallik bor, nega menga bermadi? degan savolga faqat tashxis bilan javob berib bo'lmaydi. Ikkinchi nozik jihat nogironlik belgilanishi va pul tayinlanishi turli jarayonlar. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza nogironlikni belgilashi mumkin. Lekin pulni tayinlash uchun pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlarida ma'lumotlar to'g'ri aks etishi kerak. Agar pasport ma'lumoti, bank karta ma'lumoti, yashash manzili, staj hujjatlari yoki tibbiy xulosa tizimga noto'g'ri tushgan bo'lsa, to'lov kechikadi. Odam esa menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo bazadagi xatoda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Bolalikdan nogironlik alohida yondashuvni talab qiladi. Bola 15 yoshga to'lganida hamma narsa avtomatik davom etadi deb o'ylash noto'g'ri. Voyaga yetgandan keyin qayta baholash, yangi toifa, yangi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, 17 yoshda nogironligi bo'lgan bola uchun ota-onasi nafaqa olgan bo'lsa, 17 yoshdan keyin uning o'zi nomidan hujjatlar yuritilishi, bank kartasi ochilishi, vasiylik yoki parvarish masalalari qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-nozik jihat. Reabilitatsiya vositalari haqida ko'pchilik bilmaydi. Nogironligi bo'lgan odamga aravacha, eshitish apparati, protez, ortopedik poyabzal, qo'ltiq tayoq, maxsus moslamalar kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalar bularni o'z hisobidan sotib oladi. Qarzga kiradi, lekin aslida davlat orqali olish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy hujjat individual reabilitatsiya dasturi hisoblanadi. Unda odamga nima kerakligi yozilishi kerak. Agar dasturda ko'rsatilmagan bo'lsa, keyin talab qilish qiyinlashadi. 5-nozik jihat. 4 million yoki 6 million so'm kabi katta ko'ringan summalar har doim ham oylik daromad emas. Masalan, bir martalik kompensatsiya bo'lsa, u har oy takrorlanmaydi. Yoki ayrim holatda bu oila a'zosining parvarish xarajatlari, davolanish, protez, jarrohlik, ijtimoiy yordam paketi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun raqamni eshitganda 3 ta savol bering. Bu to'lov kimga beriladi? Necha marta beriladi? Necha marta beriladi? Qanday hujjat bilan beriladi?
ish beruvchi bilan munosabat. Nogironligi bo'lgan xodimni ishga olishda ish beruvchi unga mos sharoit yaratish kerak bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi ish beruvchilar nogironligi bor ekan, muammo bo'ladi deb ishga olmaslikka harakat qiladi. Bu noto'g'ri yondashuv. Agar odamning salomatligi shu ishga mos bo'lsa, u mehnat qilish huquqiga ega. Shu bilan birga xodim ham o'z sog'lig'iga zid ishni majburlab qilmasligi kerak. Masalan, umurtqa kasalligi bor odamga og'ir yuk ko'tarish, yurak muammosi bor odamga tungi og'ir smena, ko'rishda jiddiy muammo bor odamga xavfli texnika boshqarish mos kelmasligi mumkin. 7-nozik jihat: yashash joyi o'zgarsa, ma'lumotlar ham yangilanishi kerak. Ko'pchilik Toshkentga, viloyat markaziga yoki boshqa tumanga ko'chadi, lekin ijtimoiy xizmatlar, poliklinika, pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni yangilamaydi. Keyin sanatoriy yo'llanmasi, dori ta'minoti, qayta ko'rik, uyga patronaj xizmati masalalarida muammo chiqadi. Shuning uchun manzil o'zgarsa, buni rasmiy tizimlarda aks ettirish muhim. Endi men sizga juda aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam: mavjud hujjatlarni tekshiring. Sizda nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumot, tibbiy xulosalar, pasport yoki ID karta, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji haqidagi ma'lumotlar, pensiya yoki nafaqa tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Agar bola bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning hujjatlari, tibbiy kartalar kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam: poliklinikaga boring, oilaviy shifokor yoki to'r mutaxassis bilan gaplashing. Kasallik tarixi tahlillar, MRT, KT, UZI, rentgen, shifoxona epikrizlari, davolanish natijalari, doimiy dori ichish zarurati bor yo'qligi hammasi hujjatda aks etsin. Og'zaki gapning kuchi kam, komissiya hujjatga qaraydi. Agar odam harakatlana olmasa, uyga shifokor chaqirish yoki maxsus tartibda ko'rikdan o'tish imkoniyatini so'rang. Uchinchi qadam: tibbiy ijtimoiy ekspertiza jarayoniga tayyorlaning. Men tavsiya qilaman: kasallikni bo'rttirmang, lekin yashirmang ham. Yaxshiman deb uyalib turish ham noto'g'ri. Umuman hech narsa qila olmayman deb real holatga zid gapirish ham noto'g'ri. Siz kundalik hayotda nimalarga qiynalasiz? Qancha masofa yura olasiz? O'zingiz ovqat tayyorlay olasizmi? Kiyina olasizmi? Hojatxonaga mustaqil borasizmi? Ishda qanday cheklov bor? Doimiy parvarish kerakmi? Shularni aniq ayting. 4-qadam: to'lov tayinlanishini alohida nazorat qiling. Nogironlik belgilangandan keyin tegishli organlarga boring yoki elektron xizmatlar orqali holatni tekshiring. Pensiya jamg'armasi, mahalla ijtimoiy himoya markazi, tuman ijtimoiy xizmat bo'limi qaysi masalaga mas'ul ekanini aniqlang. Komissiyadan o'tdim, endi o'zi tushaveradi deb kutib o'tirmang. Ba'zan qo'shimcha ariza, bank rekviziti yoki staj ma'lumoti kerak bo'ladi. 5-qadam: reabilitatsiya dasturini talab qiling va o'qing. Juda ko'p odamlar bu hujjatni qo'lga olib, nima yozilganiga qaramaydi. Aslida unda sizga kerak bo'lgan texnik vositalar, davolanish, kasbga moslashish, parvarish, reabilitatsiya qoralari ko'rsatilishi kerak. Agar sizga aravacha kerak bo'lsa, lekin dasturda yo'q bo'lsa, keyin uni olish qiyinlashadi. Agar eshitish apparati kerak bo'lsa, bu ham hujjatda aks etishi lozim. 6-qadam: qo'shimcha imtiyozlarni alohida tekshiring. Nogironlik bo'yicha asosiy puldan tashqari kommunal to'lovlar, transport, soliq, dori-darmon, sanatoriy, ta'lim, ishga joylashish, uyda parvarish, protez ortopediya vositalari bo'yicha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahallangizdagi ijtimoiy xodimdan yozma yoki rasmiy tushuntirish so'rang. 7-qadam: agar rad javobi olsangiz, taslim bo'lmang. Rad javobining sababini yozma shaklida oling. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi bandga asosan rad etildi? Qayta topshirish mumkinmi? Shikoyat qilish tartibi qanday? Shu savollarni bering. Agar haqiqatan ham huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, ishonch telefonlariga yoki huquqiy yordam markazlariga murojaat qiling. 8-qadam: hamma hujjatning nusxasini saqlang. Tibbiy xulosa, ariza, javob xati, bank ma'lumoti, komissiya qarori, reabilitatsiya dasturi, shifoxona epikrizi, retseptlar, cheklar, xarajatlar bo'yicha dalillarni alohida papkaga joylang. Bugun kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin ertaga qayta ko'rikda, kompensatsiyada yoki shikoyatda juda kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytsam, nogironlik bo'yicha islohotlarning asosiy ma'nosi faqat to'lov miqdorini oshirish emas. Asosiy maqsad odamga real yordam berish. Uning ehtiyojini to'g'ri baholash, hujjatlarni tartibga solish, reabilitatsiya va jamiyatga qo'shilishni kuchaytirishdir.
dars bir 1 milyondan 6 milyon so'mgacha degan raqamlarni eshitganda shoshilinch xulosa qilmang. Avval bu qaysi to'lov kimga beriladi? Qanday shart bilan beriladi va sizning holatingizga mos kelishadimi? Shuni aniqlang. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Hujjatlaringizni tekshiring. Qayta ko'rib muddatini o'tkazib yubormang. Reabilitatsiya dasturini e'tiborsiz qoldirmang. Og'zaki rad javobiga ishonib qolmang va o'zingizga tegishli huquqlarni talab qilishdan tortinmang. Agar sizda nogironlik bo'yicha to'lovlar, hujjatlar, komissiya yoki imtiyozlar haqida savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lib qolishi mumkin.